ushbu bolachalar xursand bo'lib, quvonchga to'lib nashidalar aytyapti deb o'ylaysiz. Lekin ushbu bolachalarning ko'zlariga va yuzlariga diqqat bilan e'tibor qilib boqing. Va ularning yuzlari ortida qattiq qayg'u va qattiq musibat borligini ko'rasiz. Chunki g'azzolik musulmonlar boshidan o'tkazgan musibatlar juda ham og'ir. Biz musulmonlar bugun mana shu bolachalarni xursand qilishga, mana shu bolachalarni qayg'ularni yengillatishga harakat qilishligimiz kerak. Bu video birgina bir namuna G'azzodagi bolachalardan. Hali G'azzoda yarador bo'lgan, ota-onasidan ayrilgan qancha go'daklar bor. Va shuningdek, og'ir sharoitlarda yashayotgan qancha musulmonlar bor. Biz o'sha musulmonlarga yordamlarimizni yetkazishligimiz kerak. Albatta, bu narsaga avval Alloh taoloning fazli va rahmati va ihson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizning yordamlari bilan muvaffaq bo'lamiz. Bugun ham ko'rib turganingizdek, G'azzodagi mazlumlar uchun quruq sut va xurmo olib, ularni xursand qilishga harakat qildik. Va ularga ushbu sizlarning ihsonlaringiz sababli mana bu narsalarni ulashtirib berdik. Alloh taolo ihson sohiblaridan rozi bo'lsin. Alloh taolo ushbu amallar sababli mazlumlarni xursand qilayotgan birodar aka-uka opa-singillarimizni Firdavs va Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham o'z yordamingizni G'azzodagi mazlumlarga, faqirlarga, muhtojlarga ulashni istsanglar, bizning aloqa manziliga chiqishinglar mumkin. Bizlar ham imkon qadar tezkor shaklda sizlarning yordamlaringizni ulashda davom etamiz inshaalloh.